Bugungi darsimiz innovatsiya. Mavzumiz innovatsion loyihalash, boshlang'ich sinf darslarini loyihalash. Rejamiz innovatsion loyihalash tushunchasi. Ikkinchisi boshlang'ich sinf darslarida innovatsiyaning ahamiyati. Uchinchisi zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va aktidan foydalanish. Bugungi kunda bilamizki, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy rivoji hamda fan-texnika taraqqiyoti o'qituvchidan yangicha yondashuvni talab etmoqda. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichi butun ta'lim tizimining poydevori hisoblanadi. Shu sababli boshlang'ich sinf darslarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, ularni innovatsion yondashuv asosida loyihalash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion loyihalash ta'lim jarayonini rejalashtirishning eng samarali shakllaridan biri bo'lib, u an'anaviy dars tuzilmasidan farqli ravishda o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirishga qaratilgan. Innovatsion yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'qituvchining mustaqil fikrlashini, mantiqiy tafakkurini, ijodkorligini hamda kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda innovatsion loyihalash nafaqat bilim berishga, balki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishga ham xizmat qiladi. Darslarni loyihalash jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik, jamoada ishlash, o'z fikrini erkin ifodalash kabi ijtimoiy axloqiy sifatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. O'qituvchi darsni loyihalash jarayonida o'quv dasturi, davlat ta'lim standartlari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirgan holda ishlashi lozim. Natijada darslarga maqsadli, mazmunli metodlar va baholash tizimi o'zaro bog'langan yaxlit pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf darslarini innovatsion loyihalash ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini ta'minlash hamda raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur mavzuni chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf darslarini innovatsion loyihalashda o'quvchi markaziy o'ringa qo'yiladi. An'anaviy yondashuvda esa dars asosan o'qituvchi faoliyati asosida qurilgan bo'lsa, innovatsion loyihalashda o'quvchining faolligi, mustaqil fikrlashi va ijodkorligi ustuvor ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi bu jarayonda bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi va yordamchi sifatida ishtirok etadi. Dars loyihasi o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini inobatga olgan holda ishlab chiqiladi. Darsni loyihalashda qo'llaniladigan metod, usullar ham innovatsion xarakterga ega bo'lishi zarur. Interaktiv metodlar, hamkorlikda o'qitish, loyihaviy faoliyat va axborot texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich sinf darslarini yanada samarali qiladi. Masalan, kichik guruhlarda ishlash orqali o'quvchilar har biridan o'rganadi, o'z fikrini erkin ifodalaydi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularning ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi. Boshlang'ich sinf darslarini innovatsion loyihalashda baholash tizimi ham muhim o'rin tutadi. An'anaviy baholashda ko'proq natija baholansa, innovatsion yondashuvda jarayon ham hisobga olinadi. O'quvchilarning faolligi, harakatlari, mustaqil fikrlashi va ijodkorligi baholanadi. Rag'batlantiruvchi baholash o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va ularni yanada faol bo'lishga undaydi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda muhim sanaladi. Boshlang'ich sinf darslarini innovatsion loyihalashda axborot texnologiyalaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Multimediali vositalar, interaktiv doskalar va elektron resurslar darsni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Vizual materiallar orqali o'quvchilar mavzuni osonroq qabul qiladi va eslab qoladi. Shu bilan birga texnologiyalar o'quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantirishga ham yordam beradi. Tahlil mezoni
Bu yerda tahlil mezoni keltirilgan. An'anaviy dars va innovatsion darsning tahlili keltirilgan. Bunda o'qituvchining roli asosiy ma'lumot beruvchi darsni boshqaradi. An'anaviy darsda o'quvchining faolligi darsda ishtiroki, passiv, ko'proq tinglovchi bo'ladi. Qo'llaniladigan metodlar ma'ruza, izoh, savol-javob bo'lishi mumkin. Texnologiyadan foydalanish kam, ko'proq taxt, darslik va daftar bilan ishlanadi. Baholash usullari esa testlar, og'zaki javoblar, uy vazifasi bo'lishi mumkin. Innovatsion darsda esa yo'l yo'riq ko'rsatuvchi hisoblanar ekan o'qituvchi, mentor, rag'batlantiruvchi hisoblanar ekan. O'quvchining roli esa loyiha, muammo yechish, interaktiv o'yinlar, seminarlar tuzish, shu kabilar kirar ekan. Qo'llaniladigan metodlar: kompyuter, planshet, internet, multimedia, virtual laboratoriya shular kirar ekan. Bugungi mavzumiz shulardan iborat. Uyga topshiriqlar berilgan bu yerda. O'sha dars jarayonida bajariladigan topshiriqlar berilgan. Bularni sinfda, darsda, o'sha auditoriyada bajarishimiz mumkin.